Assalomu alaykum, to'rdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum yazğıcımız Abdul Hakim Baqi İltabir akımız tərəfindən yazılğan, Uyğurlarning mənəvi annesi bolğan Rabia Qadir xanım haqqındakı qismətlər bütilgən Ölümdən qaytqan Məhbus degan kitabni o'qishni davomlashtiryapmiz. Tema Çağan harpisidagi o'ch elish. Her yili 2 ayning başlarida yetib keldigan Çağan Xitoy millatining eng cho'ng milliy bayrami bo'lib, bu kuni ular cho'ng oilasiga jam bo'lishib, turli yemekliklarni tayyorlab, to'ygacha yeb ichidi. Bir yillik oila kirim-chiqim hisobotini qiladi. Sharqiy Turkistonda Xitoylarning shodlikqa cho'mib, xushal-xuram bayram qildigan vaqtlari kelmasib ketdi. 10 yildan beri Çağan harpisida yuz bergan portlatish, o'lim yetim voqealari bo'libmi 1997-yili Çağan harpisida G'uljidagi namoyishni qonliq bostirgan qirg'inchilik fojiasi, Urumchi, Qashqar, Oqsu, G'ulja qatorliq shaharlardagi hukumat amaldorlarini, harbiy soqchilarni hamda xalq fuqarolarini aloqasida qilib o'tgan edi. Bir talay Xitoylar Çağan bayramini xotirjam o'tkazish uchun Xitoy o'lkalaridagi yurtlariga ketishadigan bo'ldi. Qolganlar bo'lsa, Uyg'urlarga oldin ola qattiq zarba berib, qonliq bostirish, tutish, solash ishlarini ilib berib, Çağanni omon-eson o'tkazib olish ko'yida bo'ladi. Bu qitim Bajaxo turmisining ayollar korpusida Xitoy soqchi gundupaylar uylariga ketib, Uyg'ur tungan gundupaylar navbatchi bo'lib ishildi. Bu gundupaylargımu işemaydigan Fan Zidao deydigan harbiydan kelgan Xitoy boshliq o'zimi ketmay billa ishlashga majbur bo'ldi. Rabia xonimga ko'z quloq bo'lish uchun belgilab qo'ygan 2 qaranchuq Xitoy xotini banka va baj o'rinlarida nurg'un pulni xiyonat qilib yeb ketganlar bo'lib, yo'lanchuklarning pora berib qutqizilishini kutib yotganlardan edi. Çağan harpisi kechki tamoq vaqtida Fan Zidao degan komissar ularga alayida buyurtib, 2 to'xoni cho'g'da qizartib pishirib akirib berdi. Boshqa Xitoy jinoyatchilariga mo shunday qildi. Fan Zidao degan komissar bir chaqda Rabia xonim bilan billa yetayotgan bu 2 Xitoy xotiniga po'xorlik qilib, kameraga hol so'rab kirdi. Qip-qizil pishgan mazzilik to'xo go'shtini ishtiha bilan yeyotgan Xitoy xotinlari yejishib o'rinlaridan turishdi. Rabia xonim bo'lsa, karotida o'ltirib, yig'na ishi qilyotdi. Fan Zidao to'xo pachiqidan birini ilib Rabia xonimga tangladi. Rabia xonim qarabmi qo'ymadi. Rabia Qodir, men senga to'xo beryapman. Rabia xonimning javob bermay ta'tir qarab o'ltirgandan xafa bo'lgan Fan Zidao yana vaqirdi. "Ata men bayram bilamsan?" Bilmeymen. Bilmeymen? Bütün Cunha milletlerinin en çoğun bayramını mı bilmemsen? Bilmeymen. Eğer dep bersen sanımı bir kişilik toğu pişirip vermen. Yemeymen. Senin işçiğinden milli öçmellik kaynap durdu. Uygurlarını mı öz içine algan Cunha milletlerinin uluk bayramının ismini ataşını mı xalamayvatsan? Cunha milletleri dedin mi? Sening Cunha millatları digining mushu 2 Xitoy ta'tay o'xshamamdi. Agar hamma xalqning bayram bo'lsa, nimishqa boshqalarga necha yuzlagan och Uyg'ur mahbuslarga to'xib pishirib bermaysan? O'zingning bayramidagi berma maqula. Bizning Qurban hit, Ro'za hitlarimizda, Nuruz bayramimizdami shundaq mazlik tamoqlarni bermaysan-ku? Qani, kimning ichidan milliy o'chmanlik qaynab turdi ekan? Yolg'on so'zlama. Ötken yıl Qurban hitinglarda nurg'un polo etib bermidikmi? Ramzanda sana to'xu pishirib berdik-ku, unutib qapsan-da. Nim dedin? Rabia xonim o'rnidan chachrab turdi. Sen texi bizga tamoq qilib berdim demsan? Senlar bizni bozak etib, qaqti-soqti qilib, olgan paydanglarni oz deb, bozordagi arzon yemekliklarni akilib bizga hasilab qimmat setib, pul tepish uchun qilgan ishlaringlarni texi bizga berilgan bayramlik tamoq deb atayotgamsizlar? Çağanlıq tamoqi bilan billa necha romka oq aroqni qizitib ichib olgan Fan Zidao po'kunlarigacha qizdirib ketgan edi. U Rabia xonimning gapidan huduqib, nim deyishni bilolmay bir haza turib qoldi-da, ondan g'udongshig'incha eshik tarafga qarab mangdi va "Bugun hamma odam xushalliq cho'mgan kun. Rabia, sendan boshqa hammasi" deb masxirli qaqoqlab kulganicha kameraning eshigidan chiqib, bo'lib keyniga burildi.
Bugun sening xo'shallik kuning. Sen hamma odamni qaqshitib, bo'zaq qilib, qul o'rinda xo'rlab, xushal bo'ldigan odam. Robiya xonim unini ko'tarib vaqirdi. Ko'rdingmi? Bu yerda yotgan minglagan begunoh mahbuslarni senlar har yili Uyg'ur xalqini qattiq bostirgan ozdab, Chag'an bayramini xotirjam o'tkazib olish uchunla nurg'un Uyg'urlarni tutib qolmaysizlar. 5 dan 10 dan gruppa holda ap chiqib otsizlar. Yentixi taptatmasdan gazet jurnallarda, televizorlarda xalqning xotirjam chag'an o'tkazish uchun shunda qildik deb tashviq qilyapsizlar. Bilib qo'yg'in, biz Uyg'urlarning sizinkiga o'xshamaydigan bayramimiz bor. Sizning bilan qinimiz, jinimiz qo'shilmagandek, bayramlarimizmi faqatla qo'shilmaydi. Hey Robiya, o'zingning jazoingni o'zing tepib olding. Bundan keyin sana qat'iy go'shlik tomoq berilmaydi. Qachon bizning chog'inimizni hammamizning o'rtaq bayrami deb e'tirof qilsang, shu chog'da ondan sana mushundaq mazalik to'xu pachiqi taqdim qilaman. Iqror qilgan kuni xabar qilgin. Fanzidaga keynigim qarmasdan ishxonasi taraf qarab mangdi. Robiya xonim kamera eshikka oldiga kelib, temir rishotkadan sirt qarab vaqirdi. Hey, Fanzida degan jallod, pachiqingni Xitoy o'lkalaridagi och yalang'och qolgan och singllaringga olib ber. Bütün kameralardan kulka sadosi ko'tarildi. Yashab ket Robiya acha deb vaqirashdi kameralardan qo'llarini chiqarib pulangtib turgan qiz cho'kallar. Yo'ruq dunyodagi umid nuri. 2002-yil kuzda do'zaxdek qorong'ulikdagi yolg'izlik oxirlashdi. Turma amaldorlar tuyuqsiz Robiya xonimni yo'ruq dunyoga amgakka chiqdi. Robiya xonim odamlarni ko'rdi, osmonni ko'rdi, yer zaminni ko'rdi. U go'yo azod bo'lgandek, jannat kirgandek xursand bo'ldi. Xushallig'i ichiga sig'may o'zicha kulimsirab qo'ydi. Gundupaylar har birda 20-30 dan mahbus yotadigan qator-qator ketgan kamerlarning biriga Robiya xonimni yolg'iz o'rinlashtirdi. Uni nazorat qilish uchun 2 nafar ayol Xitoy jinoyatchini akirib qo'ydi. Robiya xonim 2 Xitoy jinoyatchining Amerikaning prezidenti Bush Beijingga kelibdi. Soqchilar Robiya xonimning gapi bo'lgan o'xshaydi deyishyotidu deb pichirlashayotganligini anglab qoldi. Kamir yo'ruq, pokiz va oddiy edi. Gundupay Robiya xonimni ish o'rniga elib mangdi. Uni yuzlagan jinoyatchilar beshini ko'tarmasdan popayka to'qiyotgan cho'ng zaldan boshlab o'tib, yandagi yangidan hozirlangan kichik bir ishxonaga boshlab kirdi. 10 necha ayol ishlaydigan bu sexda kiyim tikish mashinalari qo'yilgan bo'lib, Robiya xonimga pardalari sangilab turgan deriza yiniga yulanchuklik o'rindiq qo'yib berdi. Saqchilar orasidan biri asta Robiyaga sovuq o'tib qolmasin, avu tarafda o'ltirsin deb pichirladi. Demisimi Robiya xonim 2 yildan buyon qorong'u zindonda o'ruqlab bir tera, bir so'ngak bo'lib qolgan edi. Saqchilar uningga choy qachis berdi. Kiyim tikayotgan jinoyatchilarga topilib, yotgan ko'rpa, yostiq, hatto o'rindiqning ostiga qo'yib o'ltirgan ko'rpichak tikkizib berdi. Ayollar xushalligida tiqib qo'ygan isil atlaslarini, oq haslarini, yumshoq yo'ng oppoq paxtalarini chiqarib, qilin va chiroyli yotgan ko'rplarni tayyorladi. Robiya xonimni ishiltish uchun alayda tayyorlangan bu sex o'z navbatida gazet, televiziya muxbirlari uchun, shuningdek u yoq bu yoqdan kelgan tekshiruvchilar uchun maxsus ziyorat ishxonasi edi. Hatto Robiya xonimning ozoda ishxonada ixtiyoriy emgak qilayotganligini filmga olib nalagidir avatishdi. Saqchilar Robiya xonimga har haftada bir qitim 45 minut munjida yuyinishga bo'ldiganligini, oyda bir qitim bolalari bilan ko'rishalaydiganligini bildirdi. Robiya xonimning 3 vaqt tamoqni kechasi navbatchilik qilgan alayda imtiyozli jinoyatchilar bilan billa yeydiganligini uqtirdi. Birinchi qitimliq tamoq vaqtida jidal chiqdi. Robiya xonim chilakdagi ko'ktat qaynatmasini usub berishni saqlab, kumush tutgan qiyri Xitoy xotunga talmurib qarab turgan 10 necha xotunning hiniga kelib shularning qatorida qachisini tangladi. Pasqina, qachonni qo'yib neri tur deb vaqirda qiyr xotun qo'ldagi chumishni Robiya xonimning tumshug'igacha tanglab. Robiya xonim qachisini chilakning qishiga qo'ydi-yu, pig'oni o'rlab, biror bahona tepib uning jojisini berish uchun qarab turdi. Tamoq taqsim qildigan huquqi bilan kerilib yuradigan turma boshligining yurtishi bo'lgan kelangsiz xotun chumishni chilakka bo'z silib chiqqan ko'ktat suyini Robiya xonimning qachisiga silkishlab to'kdi. Chumishning ozg'ina ko'ktat cho'piklari qachining sirtiga sangilab qoldi.
bir qismi yerga tushdi. Kelangsiz xotun bir qo'lda chumishni o'yintib turib, yana bir qo'lda yerdagi ko'ktatni ilib, Robiya xonimning qochisiga tashildi. Robiya xonim sekinut kechikmay qochisini ilib, u xotinning beshiga qartib atdi. Arqadınla uni tillab urmoqchi bo'lib etilib keldi. Yillardan beri itoatman qullarning orasida bagda kerilib yashayotgan bu chumish boshlig'i xiyollig'imi keltirmagan bu zarbidan huduqib kayniga dojidi-yu, darhol voqirab qiyo-chiyo qilib urush qilib etildi. Qo'rqib ketgan, ammo xo'sh bo'lib ketgan boshqa xotinlar orag'a kirdi. Gundupay saqchilarmi yugurib kelishdi. Sen meni hayvonda ko'ryotamsan? Hu paskina. Qora tixi, yerdagi axlatni qachamga tashlayotganni. Siningdek cho'shqi yeydi yerdagi tomoqni. O'zing ye. Robiya xonim achchig'ini bosolmay texicha uni tillayotdi. Robiya xonimning mingsida bu bir maydon tunji kurashning hal qiluvchi rol o'ynayotganligi, bu jangda g'alaba qilsa bundan keyin bu yerda uni hech kim bo'sa qila olmaydiganligi chaqmoq tezligida chaqnab o'tib ketdi. Chirakdagi jigudek narsini o'ziga va yaqinlariga usvilib, boshqalarga suyuq ko'k sho'rpisini berib o'gidib qolgan besham xotun yurtiqiga ishinib ko'ranglab yana voqirga edi, saqcha boshlig'ining hukmi uni mat qilib qo'ydi. Bundan keyin Robiya tamog'ini eng avval o'zi usib oladi. U sizlarga o'xshamaydi. Uning delosi markazga, chet elga munosabatlik, markazning yo'l yo'riq bor. Saqchi boshlig'i oldirab bir muncha demaydigan gaplarni debatdi. Robiya xonim bu so'zni anglab yana bir qadam ilgirlab talab qo'ydi. Mening tamoqimni, o'rninimni Xitoy tusi yemayman. Liudavanda 9 kun tamoq yemay chidigan Robiyaman. Bu so'zni anglab saqchi boshlig'imi cho'chib ketdi. Robiya xonim bu yerda, bu kunlarda ochliq e'lon qilib qolsa, baloga boshqurg'ichlar qalatdi. Shu qitimliq jidaldan keyin Robiya xonim oldirmay qochisini ko'tarib chiqib, chirakdan eng oldi bilan ozroqla ko'ktat usib oldigan bo'ldi. Uning o'rninimi Uyg'ur ayollar akilib berdigan bo'ldi. Robiya xonim o'rinlashtirilgan sextikilar, cho'ng zaldikilar to'qigan popaykalarga gul tikish vazifasini o'rinlaydi. Boshqalar kunda 5 popaykaga gul tiksa, Robiya xonim kunda 2 popaykaga gul tikib chiqatdi. Ba'zida popaykalarning oldiga marjon qadaytdi. Necha yuziga mahbuslar majburiy emgak bilan haqsiz to'qib chiqqan popaykalar bozorlarda qimmat bahoda sotiladi. Robiya xonimning oldiga hatto chet ellar bilan sherik cho'ng fabrikalar to'qivatgan Tianshan, Tianbei degandek markalik popaykalarga gul tikish ishlari mu keldi. Turmadagilarning pul tepish yo'ldagi xo'riki shundoq yug'nab ketgan ediki, ular chet elga chiqarilgan bir muncha mollarni zakaz qilaveradi. Texi danglik markalik mollarni o'g'irliqcha yasab chet ellarga setaveradi. Bir qitim mol zakaz qilguvchi xo'jayin ayol ranglik sun'iy yipta adiyal, safa yopqush va yostiq qipi ustiga naqqashlik gul loyihlash talabini o'ttirg'a qo'ydi. Turma boshlig'i tajribalik usta jinoyatchilarni kashfiyat yaratishga harakatlantirdi. Robiya xonim kichigidan tortib opisining rishila ishlash, yostiq qipi, qo'l yog'liqlarga gul ishlash, to'qish va naqish ishlashlarini o'rganib olgan edi. Aqsudagi cheg'ida mahalla ayollariga o'rgatgan edi. Shuning bilan Robiya xonim ranglik sun'iy yiplarni olg'izib, oldi bilan zanjir gul to'qib, uni yo'mab almashtirib, yo'g'on bir dona qip-qizil attirgul to'qib chiqdi. Ostidagi oq rangning ustidan qinliq yeshil rangda yopirmoq to'qidi. Shuning bilan bir yarim oy vaqt ichida 10 dona qinliq yeshil ranglik attirgullik yostiq qipi va 260 gullik laplama cho'chilik adiyal yasab chiqdi. Robiya xonim yasagan yostiq qipi bilan adiyalga ishlayotganlar, boshqarayotganlarning hammasi hang-tang qoldi. Shundaq nafis, shundaq sipta va ko'rkam. Ranglari julolanib turadigan bu avrishga mol buyurtqichi Xitoy xotinini xo'shal qilibdi. U saqchidan yoshirin holda Robiya xonimga ta'zim qilib boshlarni lingshitib rahmat aytib ketdi. Mana bu mehnat, mana bu kashfiyat, mana bu tovar ijodiyati, mana bu danglik marka uchun intilish edi. Afsuski, halva bersang hayvonga samanchi ko'rmas laziz. Su ekelgan xoruzlar ko'zi chaqqan aziz degandek, Robiya xonim ishib qolgan parcha yiplardan kichkina bir yostiq qipi to'qib, tug'ilgan kunida qiziga hadiya qilmoqchi bo'lgan edi, soqchilar tortib oldi.
Rabia xonim keyin sirtkilardan At-Turgul markalik Safa yapqishning boshqa bir Xitoylarning nomida dаңlıq mahsulot bo'lib bozor topganligini, turmalardagi sonsiz begunoh mahbuslar va jinoyatchilarning qon tari badiliga haqsiz yasatilayotgan hisobsiz mahsulotlarning amaldor Xitoylarning yonchuqini to'ldirayotganligini angladi. Bir kuni bolalari Rabia xonimni yo'qlab kelganda, fursatdan foydalanib, 2004-yili 7-oyning 6-kuni Kuchada cho'ng dadisi Qodir Axunning qizini ko'rolmay armonlar ichida vafosiz olamdan ko'z yumganligini uqtirdi. Dadisi Sidiq Hojining Amerikadagi faoliyatlarini, yaqinda Amerikaning amaldorlarining Beijingga va Urumchiga kelib ketganligini, Rabia xonimning xalqarodagi dаңlıq Raftu mukofotiga erishganligini so'zlab berdi. "Ah, Allah, shukr sana", dedi Rabia xonim ko'kka qarab talmirib. "Menga erkinlik bergaysan. Millatim, xalqimning hurlik, azodlik uchun menga aql, kuch va iroda ato qilgaysan." Xotima 2005-yili 3-oyning 17-kuni sahar Washington. Yuragim endi 100% joyiga tushdi. Xudoyim buyursa yana 12 soatdan keyin aeroplan Washington Reagan xalqaro aerodromiga qo'nadi. 8 yildan buyon kecha kunduz taqozolik bilan kutgan rafiqam Rabia bilan didorlashiman. Tova, odamning ishengisi kelmagidek karomat ish bo'ldi. 8 yil kesilib, Xitoyning poytaxti Beijingdan 5000 kilometr yiroqlikdagi Urumchining bulung'idagi Bajaxu turmisida yotgan 11 farzandning onasi bo'lgan Uyg'ur ayol Rabia xonim bir kunning ichida Amerikaga yetib keldi desa, kim ishnalaydi? Mana Amerikaning karomatini ko'ring. Sidiq Hoji qo'ldagi Marlboro tamaka qutisining ichidagi oxirgi bir tal tamakini chiqib tutashtirdi-da, qepini chatga tashib etib tamakini butun kuchi bilan sho'rab, isini chiqarmay bir hazo turib olgandan keyin yenik po'ylab ko'zini yumib oldi. Uning ko'ksidan ham tamakining isi ham uf tortqandagi havo nafsiga siqilib degudek chiqyotdi. Hijron, judolik, ayrilish inson hayotidagi eng og'ir alam qiladigan, eng ko'p hasrat chektiradigan, eng cho'nqur seg'indiradigan, eng uzun xiyol surdiradigan ochiq fojiali qismat. Mana navqiron yoshligining sezimini yo'qotmay kelayotgan Sidiq Hoji rafiqasi qo'lga ilingan 6 yilga yaqin vaqt ichida xeyla halsirab qoldi. Uning qop-qora quyuq sochlariga tang degudek oq kirdi. Peshonasiga qo'riq ulashdi. Cho'g'dek yenib turgan ko'zlari xiralashdi. G'am, qayg'u, dard alam dastidan yuragi puchilandi. Mijazi ittiklidi, uyqusi qechib, xiyollar ilkidan beshni ko'tarolmas bo'lib qoldi. Sidiq Hoji taqozolik ichida tomdagi soatning sekund istirilkisiga tikilgunicha hech kimning xiyoliga kelmaydigan inchika hisobotga qiziqib o'yga botdi. Soatiga 720 kilometr tezlikda uchayotgan aeroplan minutiga qancha va sekundiga qancha kilometr yaqinlayotgandi. Rabia hozir sekundiga 200 metr tezlikda menga yaqinlab kelyotdi. U soatning sekund istirilkisini ko'zin uzmay cho'nqir xiyol daryosiga g'arq bo'ldi. 1999-yili 7-oyning 15-kuni Sidiq Hoji Amerika Kongressida tunji qitim guvohlik berish yig'iniga qatnashib, Xitoy hukumatining Rabia Qodir xonimning pasportini tortib olganligini shikoyat qilgandan boshlab, Amerika Rabia xonim bilan rasmiy tunishishga boshlagan edi. Shu kuni u yana Kongress a'zosining yordamchisi Jozef Appandiga 15 betlik 7 moddalik Uyg'urlar masalasi haqidagi dokladini sungan edi. 1999-yili 8-oyning 2-kuni Amerika Kongress kutubxonasining Osiyo bo'limi tadqiqotchisi Kerri Domba xonimdan Sidiq Hojiga telefon keldi. U yaqinda Amerika Kongress a'zolarini boshlab Urumchiga bordiganligini, Rabia Qodir xonim bilan ko'rishdiganligini aytib, Rabia xonimning telefon nomerini so'radi. Sidiq Hojining yuragi jig' qilib qoldi. Hozir Rabia xonim qil ustida turib Rabia xonim agar Kongress a'zolari bilan ko'rishsa, bekmo xatarlik edi. Ko'rishmasa, bu yerda siyosiy panohlik tilganning hech qimmati bo'lmaydi. Millatning taqdiriga bog'liq hal qilg'uch bir masalada fidokorlik har zamonnikiga o'xshashla oldingi o'ringa chiqdi.
Ular Rabia xonimning telefon nomerini elib yo'lga chiqdi. Sidiq Hoji oraliqda Rabia xonimga telefon berib, ahvolni tushundirdi hamda ko'rishganda nimalarni so'zlash to'g'risida xat yozib faks yo'lladi. Rabia xonim bo'lsa aldirashlik bilan material tayyorladi. Qo'lidagi materiallar bilan Xitoyning quliga tushdi. 1999-yili 8-oyning 11-kuni Xitoylar Rabia xonimni alohida planlab qo'lga oldi. Rabia xonimning qo'lga ilinganlik xabarini o'g'li Olimga bir Uyg'ur mo'zdos kelib yetkazdi. Olim Amerikaga telefon berib, shu kechasi tutib ketildi. O'g'li Abdulhakim ishxonadan tutib ketildi. Bu xabarlarni Sidiq Hojiga o'g'li Qahhor yetkazdi. Arqa-arqadan kelayotgan ko'ngilsiz xabarlarni anglagan Sidiq Hoji nima qilarini bilmay qetib qoldi. 2 soatgacha qanday qilish haqida o'ylandi. Sidiq Hoji shu kuni televizordan 2 dunyo urushi tasvirlangan bir filmni ko'rgan edi. Uningda dushman turmasiga tushib qolgan ayol avstriyaliklarning eri Shvetsiyaga qochib ketib, ayolni dushmanlar turma qo'rosida itib tashlagan voqelik bayon qilingan edi. Xuddi Allah bishorat bergandek, bu xil kutilmagan paytda to'g'ri kelgan taqdir o'xshashligi Sidiq Hojining ruhiy beoromligini texmo oshiribdi. U kechicha qattiq o'ylandi. Bir ay ilgari u Amerika Kongressiga yo'llagan doklatining 7-moddasida Yalta yig'inining, Moskva yig'inining vaqti o'tganligini, Uyg'urlar masalasida Amerikaning mas'uliyati borligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Ajiba, bu so'zim xato bo'lib qoldimi? Davlatlar aro diplomatiya munosabatiga ta'sir yetkazdim-mi ya? degan o'y andishlar uni cho'chitdi. Sidiq Hoji atdeganda Xalqaro kechirim tashkilotiga qaratib bu haqda xat yozdi. Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Arlit Laydevi xonim 1998-yili 3-oyning 24-kuni Londondan Oklahomaga kelib, Rabia Qodir xonim va Sidiq Hojining siyosiy ahvolini tekshirib ketgan edi. 1999-yili 8-oyning 13-kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Londondan Rabia xonimning qo'lga ilinganligi to'g'risida hujjat tarqatdi. Bu chaqda Sidiq Hojining ko'ngli 50% joyiga tushdi. 1999-yili 10-oyning 3-kuni Sidiq Hoji Oklahomadan kichik qizi Qiqnusni ilib avtobus bilan Washingtonga keldi. Uni Amerikadagi yoshlar kutib, hozirgi Amerika Kongress Avam palatasi Xalqaro munosabatlar komitetining boshlig'i Kristofer Smitning yordamchisi Jozef Apandi bilan ko'rishtirib, tarjimonlik qilib berdi. Jozef Apandi bu ishga uzun vaqt ketadiganligini so'zlagandan keyin Sidiq Hoji qat'iy niyatga keldi. Kurash qilish kerakligini, kurashni davomlashtirish kerakligini, buning uchun Amerika Kongressining palanpaylarida to'xtamay o'mlashga to'g'ri keladiganligini his qildi. 10-oyning 4-kuni yana Amerikadagi Uyg'ur yoshlar uni Amerika Kongressiga boshlab kirdi. Kongress a'zosi Tom Lantusning ishxonasida Sidiq Hojini ishxona mudiri Xonis Apandi qabul qildi. Katib xonim Uyg'urlar va Rabia Qodir xonimning taqdiri to'g'risidagi ma'lumotlarni bir-birlab xotirlab turdi. Xonis Apandi bu so'zlarni anglagandan keyin biz Xitoy hukumatining Amerika kongressida guvohlikdan o'tgan Amerika radiosida so'zlayotgan birsining ayolining qo'lga ilinishiga qarab turmaymiz. Ayolingizni cho'qim qutuldiramiz, dedi. 10-oyning 7-kuni yana Uyg'ur yoshlar ularni bir qitim boshlab Xalqaro kechirim tashkiloti Washington sho'bisi Osiyo bo'limining mudiri T. Kumar Appandining ishxonasiga berib, uning bilan ko'rishtirdi. Sidiq Hoji uningdan Xitoy hukumati agar Rabia Qodir xonimga qamoq jazosi kesimi e'lon qilsa, qanday bo'lganligini so'rganda T. Kumar uchiq qilib, agar kesim e'lon qilsa, texim yaxshi bo'ladi. Biz uchun yana qulay sharoitlar hozirlandi. Ular Rabia xonimni mayli turmada tutib tursin, mayli kesim e'lon qilib so'livatsin, biz uchun baribir. Biz Rabia xonimni qutuldirib chiqishcha ishimizni davomlashtiramiz, dedi. 2000-yili 1-oyning 7-kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Rabia Qodir xonim haqida ishlagan 5 minutlik hujjatlik film BBC televiziya kanalida tunji qitim ko'rsatildi. Bu ishdan keyin Sidiq Hojining ko'ngli 70% joyiga tushdi. 2000-yili 3-oyning 3-kuni Amerika kongressida Xitoy masalalari bo'yicha guvohlik yig'ini chaqirildi.
Sidiq Hacı bir hafta burun kelib tayyorlagan materialning inglizchisini Rabia Qodir xonim uchun ajratilgan 15 minut vaqt ichida qizi aqidaga o'qitdi. Guvohlik berish yig'inini Amerika Kongress Avam palatasi Xalqaro munosabatlar komiteti boshlig'i Kristofer Smit boshqargan bo'lib, 15 ga yaqin parlament va kongress a'zosi qatnashdi. Yig'inga Uyg'ur yoshlardan 4 yosh kelib qatnashgan bo'lib, kongress a'zosi Jimis Loger so'zida: "Biz Uyg'urlar to'g'risida guvohlik berish yig'in ichiyotimiz. Amerikada aran 4 Uyg'ur bormi?" deb so'radi. Yig'indan keyin Kristofer Smit Sidiq Hacıning yeniga kelib alayda ahvol so'radi. U 1996-yili 5-oyning 16-kuni ishxonasida Sidiq Hacı va Rabia xonimlar bilan ko'rishganligini, keyin bolalarni olib chiqish ishiga manganligini, shu chaqda "Men kelgusida Urumchiga alayda vakillar ummiga avitib, Uyg'urlarning ahvolini tekshirman" degan so'ziga amal qilib, 11-avgustda vakillarni avatganligini eskartib o'tdi. U yana Sidiq Hacıga oqshom Albert xonim bilan uyda ko'rishganligini, uning "Uyg'urlar deganingiz nima u? Yeydigan narsimi, kiydigan narsimi?" deb so'rganligini aytib berdi. Sidiq Hacı Albert xonimning Uyg'urlarni bilmasligini, 21-asrda Uyg'urlar uchun haqiqatan og'ir bir fojia ekanligini his qildi. Aradan 6 kun o'tib 9 mart kuni Urumchidan o'g'li Qahhor telefon berib, yig'lamsirab turib Rabia xonimga 8 yillik qamoq jazosi hukm qilinganligini Sidiq Hacıga uqtirdi. Telefonda Ro'shangulning qattiq yig'i ovoz anglanib turadi. Sidiq Hacıning yuragi bir pas to'xtab qolgandek bo'lib qoldi. "Oldirma balam", deyildi Sidiq Hacı. "Kim yomonkan ko'rib boqimiz" demoqchi bo'ldi-yu, bu so'zlarni ichiga yutib. Rabia xonimga kesim e'lon qilinib, atsi 9 mart kuni Clinton hukumatining bayonotchisi Robert Apandi dunyoga tunji qidim Rabia Qodir xonimni, oblikimni va kotib qahramonni turmadan qo'yib berish haqida bayonot e'lon qildi. Endi Sidiq Hacıning ko'ngli 90% o'rniga tushdi. 16 mart kuni Oklahoma kundalik gazetining muxbiri Sidiq Hacıning suhbatini e'lon qildi. Sidiq Hacıning suhbatida Amerika bo'lmagan bo'lsa, dunyoda Uyg'urlarga o'xshash bo'zak millatlarning boshqalarga yem bo'lib tugab ketadiganligi, Amerikaning o'z navbatida, ya'ni 2-dunyo urushi davrida Stalinga yo'l qo'yib Uyg'urlarning Xitoyga qul bo'lib qilishda axloqiy mas'uliyatning borligi, Әмді bu mas'uliyatni ado qilishning payti kelganligi qatorliq masalalar tarixiy faktlar orqali o'tirg'a qo'yildi. 2000-yili 7-oyning 2-kuni Clinton hukumati davrida Amerika Kongressi Kengash palatasida Xitoy hukumatining Rabia Qodir xonimni shartsiz qo'yib berishi to'g'risida qonun ma'qullandi. 14-kuni Avam palatasida qonun loyihasi e'lon qilindi. 28-kuni ikki palata birlikda birlashma qonun loyihasini tasdiqladi. Xitoy tunji qatim zuvan surib qarshi bayonot e'lon qildi. 2000-yili 8-oyning 9-kuni Xalqaro kechirim tashkiloti orqa-orqadan Rabia Qodir xonimni qo'yib berish to'g'risida bayonot e'lon qildi. 2000-yili 11-oyning 11-kuni, ya'ni Xitoy hukumati Rabia Qodir xonimni Bajaxu turmasiga yo'tkigan kuni Amerika kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Sidiq Hacıni New Yorkka taklif qildi. Mazkur tashkilot uyushtirgan bu i'ona to'plash yig'in sahnasiga Iordaniyadan Aysha xonim, Hindistondan Martin Apandi, Chechenistondan Hasanov Apandi, Sirayondan Abdullah Tejan Apandi Uyg'ur eliga vakillik qilib Sidiq Hacı rozlar nutq so'zlashga o'rinlashtirilgan edi. Amerikaning yuqori qatlam zotlari va atoqliq arboblaridan 850 kishi qatnashgan yig'inda Sidiq Hacı Rozi o'zining Uyg'urlarni tunutilgan maqolasini Turdi Xo'janing tarjimonlik vositasi bilan o'qidi. Yig'in qatnashchilari o'zlari tunji qatim tunishgan Uyg'urlar haqidagi dokladni hayajon ichida diqqat bilan angladi. Aysha xonim: Uyg'urlarning so'zi nima degan muzikalik ohangdor go'zal til deb og'zi-og'ziga tagmay maqtab ketdi. Yig'in 3-kuni Kaliforniyaning Los Angeles shahrida atoqli siyosiyonlar va Hollywoodning dongli san'atchilarining ishtirokida davom qildi. Sidiq Hacıning ta'sirli so'zini atoqli bir artist o'qidi. Zaldagilar hammasi Sidiq Hacıga agishib yig'ildi. Artistlar qattiq ta'sirlandi. O'ttira maktab o'quvchilari yig'in oxirida erkinlik naqshisini o'rinladi.
Bütün Los Angeles o'quvchilari Rabia Qodir xonimni qo'yib berish haqida Amerika hukumatiga va Xitoyga xat yozish to'g'risida chaqiriq chiqardi. 2000-yili 12-ayning 15-kuni Amerika hukumati rasmiy bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Rabia Qodir xonimni shartsiz qo'yib berishini talab qildi. Mana bu chaqda Sidiqajining parishon ko'ngli 99% joyiga tushgan edi. Sidiqaji qo'ldagi ikkinchi Marlboro qepini yerga tashlab etib, oxirgi bir tal tamakini tutashtirib, tamaka isini eg'izdan chambar chiqarib osmonga po'ladi. Va yana ko'zini soat istirilkisidan uzmay tatli xiyollar ilkida g'arq bo'ldi. 2001-yili may oyini Sidiqaji Washingtonda hukumat, parlament, kongress binolarida o'tkazdi. 8-may kuni Tashqi ishlar ministrligida yordamchi davlat ishlari kotibi Michael Apandi uni qabul qildi. Suzan xonim va yordamchilari birga bo'ldi. Sidiqaji ularga Rabia Qodir xonim va Uyg'urlar haqidagi yangi materiallarni, hujjatlarni topshirdi. 9-may kuni u yana Demokratlar partiyasining senatori Wilson bilan ishxonasida ko'rishib doklad berdi. Billa rasmga tushdi. Shunda qilib, Sidiqaji bir yildan ortiq vaqt ichida Amerikaning huquqini, dunyoning istiqbolini qo'lda tutib turgan 4 binoning oldi-keyinda, osti-ustida tapini teshilguncha chepib yurib, 90 qatimdan ortiq parlament a'zosi, senator va ularning ishxona mudirlari yoki yordamchilari bilan uchrashib, Uyg'urlarning qonliq fojialarini, echinishli qismatlarini, baxtsiz kechirmishlarini hamda kishilik huquq dafsandichiliklarini so'zladi, dodladi, qoqshidi, yig'ladi, yolvurdi, voqirdi. Rabia Qodir xonimni qutqizib berishni o'tindi. Bu jarayonda Washingtondagi bir qism Uyg'urlar hamda Uyg'urlarning do'sti Yahudi qizi Kati ko'p yordamlarni qildi. Nurg'un ishxonlarga Kati qiz o'zi material hozirlab boshlab kirib tunishtirdi. Afsuski, ba'zi qarindoshlarimiz Uyg'urning davosini Katidan qizg'inib uni patquzmadi. Bir qitim bir parlament a'zosining ishxona mudiri Sidiqajiga "Sen siyosiy faoliyatlaring to'xtatib, ayolingni ham qutqizsang bo'lmadimi?" dedi. Sidiqaji bo'lsa mardonlik bilan: "Apandim, men kishilik huquq kurashini qilyapman. Siyosiy kurashnimi to'xtatmayman. Ayolimni qutqizaman, vatanni qutqizaman", deb javob berdi. 29-may kuni Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi gazetda hujjat xarakterlik maqola e'lon qilib, Amerikaning yer shari xarakterlik strategik siyosatining Yevropadan Osiyoga yo'tkalganligini jakarladi. Shu kuni Sidiqaji bu maqolani o'qitib anglab, "Endi bizga mu tong otadigan kunlar keldigan o'xshaydi" deb umidga to'lgan edi. 2001-yili 9-ayning 11-kuni terrorchilar Amerikaning New Yorkdagi qo'shma binosiga va Washingtondagi Pentagon binosiga hujum qildi. 10-ayning 13-kuni Washington pochtasi gazetining Beijingda turishliq muxbiri John Pomper Sidiqajini telefonda ziyorat qilib 3 soat suhbatlashdi. U Rabia Qodir xonimning O'rta Osiyodagi savdo ahvolini surishtirganda, Sidiqaji Toshkentda qolgan $600,000 puli to'g'risida Urumchida tortib olgan $300,000 qiymatidagi 9 dona avtomobilni Urumchidagi muavin shahar boshlig'i Muning o'g'lining sotganligi qatorliq paketlik masalalarni o'ttirib qo'ydi. Sidiqaji muxbirning eng oxirdagi 11-sentabr voqeasi Amerikaning "Sizlar Uyg'urlarga va Rabia Qodir xonimga ko'ngil bilishga ta'sir yetkazamdi?" deb so'ragan savoliga "Yo'q, ta'sir yetkazolmaydi. Men Amerikaning buyuk yer shari strategiyasiga, odil siyosatiga va xalqaro kishilik huquq tashkilotiga ishonaman. Meningcha Amerika bizni tashlab etmaydi. Rabia Qodir masalasiga davomli ko'ngil biladi", deb javob berdi. Degandek, 2002-yili 2-ayning 20-kuni Prezident Bush Beijingni ziyorat qilib, Xitoy hukumatining terrorchilikqa qarshi turishini bahona qilib, Uyg'urlarni bostirayotganligini aybladi. 4 kun ilgari Sidiqajining Bushga yozgan xati Washington pochtasi gazetida e'lon qilingan edi. 2-ayning 20-kuni Bush Beijingga yetib kelishi bilan tang Urumchida Rabia Qodir xonimni 2 yildan beri yetayotgan qarong'u uydan ozod qilib, emgakka o'rinlashtirdi. 2-ayning 22-kuni Washington pochtasi gazeti bir betda Bush va Jiang Zeminning muxbirlar bilan ko'rishganlik xabarini, yana bir betda Kongressda guvohlik bergan Rabia xonimning 4 bolasining rasmli xabarini bosdi.
Bu çağda 72 nəfər kongress əzası Rabia Qadir xanımni qoyub beriş toğrusida imzalı xat yazıb boşqa yollagan idi. Aradan bir neçə ay ötkəndə 28 may günü Amerika hökumətinin baş elçisi Ürümçiyə bardı. Yıl axırda 12 ayının 18 günü Muavin Tashqi ishlar ministri Lauren Kineyner Ürümçiyə bardı hamda boşning Uyg'urlar haqidagi andisini takrorladi. Bir muncha söhbətlər məxfi halda ilib berildi. 2003-yili 5 ayının 25 günü Xitoy hökuməti Uyg'urlar to'g'risida oqtashliq kitob e'lon qildi. Shu kuni Bush Moskvada Peterburg shahri qurilganligining 300 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashganda, Hu Jintao uningga Rabia Qadir xonimni qo'yib berish haqida va'da bergan bo'lsa-mu, gapida turmadi. Ertesi kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning oqtashliq kitobini rad qilib bayonot e'lon qildi. 2003-yili 6 ayının 1 günü Sıdık Hacı yana Oklahomadan aldırab Washingtonga yetib keldi. Bu qitim o Rabia xanım bilan turmada billa yatqan bir ayolning Rabia xanımning kesal ekanligi haqidagi so'zlari xotirlangan ün alg'u lentisini ilib 8 iyun kuni Tashqi ishlar ministrligiga ketdi. Uni so'zan xanım yordamchilari va Amerikaning Beyjingdagi bosh elchisi birlikda kutib oldi. Bosh elchisi Sıdık Hacıga Mening Beyjingdagi faoliyatlarim ichida Rabia Qadir masalasi birinchi muhim ish bo'lib hisoblandi, dedi. 2003-yili 8 ayning 11 kuni Sıdık Hacı Amerika Kongressining Xitoy hukumatidagi 9 kishi bilan ko'rishdi. Uni bu yerga kishilik huquq kuzatish tashkilotidagi qiz boshlab kirdi. Aqida tarjimonlik qildi. 10 ayning 3 kuni Amerika Kongressi senator Joseph Biden boshchiligida 3 qitim Rabia Qadir xonimni qo'yib berish to'g'risida qonun loyihasi ma'qullab, hukumatga va Beyjingga avatdi. Prezident imzo qo'ysa ijro qilingan bu qaror garchi rasmiyat bo'yicha Kongressga qaytarilgan bo'lsa-mu, ammo prezident ishxonasida delo bo'lib xotirlandi. Aradan 4 kun o'tibla Xitoy hukumati Sıdık Hacıning Ürümçi bilan bo'lgan aloqasini uzib etdi. 12 ayning 9 kuni Vinjabo va Shungutonga kelganda Xalqaro kechirim tashkiloti Uyg'ur Tibet tashkilotlari birlashib Rabia xonimni qo'yib berish haqida necha ming kishilik norozilik namoyishi uyushtirdi. Namoyishga Aqida Oklahomadan kelib qatnashdi. 2004-yili 3 ayning 18 kuni Xalqaro kechirim tashkilotining Washington sho'basining boshlig'i T. Kumar Sıdık Hacıga telefon berib, bu yil Jenevadagi kishilik huquq komiteti yig'inida Xitoyni ayblash dokladini sunmaslik Xitoyning Rabia Qadir xonimni qo'yib berishiga bog'liq bo'lib qolganligini uqtirdi. Shu kuni Ürümchidan Abdulhakim telefon berib, Nanming saqchixonasi saqchilarining uni chaqirib, Rabia xonimni qo'yib beramiz. Amerikaga hech kimga xabar qilmaysan deganligini ma'lum qildi. Agar Sıdık Hacı bu xabarni Amerika hukumatiga uqtirsa, 4 kundan keyingi Jeneva yig'inda Xitoy ayblanishdan qutulib qoladi. Sıdık Hacı ün chiqmadi. Natijada Xitoy Rabia xonimni qo'yib bermadi. Amerika ayblash dokladini sundi. Bu doklad gerçi Rossiya, İran qatarlıq dövlətlərinin vaz keçişi bilan to'sqinlikqa uchirgan bo'lsa-mu, lekin Amerika bu qitim Xitoyning eng ajallik yerini tutib oldi. Chunki dokladda Uyg'urlar uchun 5 bet ajratilgan bo'lib, Xitoy hukumatining Uyg'ur shaharlariga 11 million ko'chman yo'tkiganligi, 1949-yili Ürümchida 300 ming Xitoy borligi, 80% Uyg'ur yashayotganligi, hozir 80% Xitoy ko'chmanligi borligi hamda Rabia Qadir xonim masalasi qatorliqlarmi so'zlangan edi. 2004-yili 8 ayning 5-da Sıdık Hacı bolalari bilan ilgari keyin bo'lib, Oklahomadan Washingtonga qaytib keldi. 23 sentabr kuni Rabia Qadir xonimga Rafto mukofoti berilganligi e'lon qilindi. Butun dunyodagi Uyg'urlar shodlikqa cho'mdi. Bayram tantanasi qildi. Sıdık Hacı bilan qizi Aqida 11 ayning 7 kuni o'tkaziladigan mukofot tarqitish yig'iniga taklif qilingan bo'lsa-mu, kutilmagan sabablardan pasport rasmiyatlari ulgurmay Norvegiyaning Bergen shahriga bora olmadi. Yig'inga Uyg'ur tashkilot mas'ullari qatnashdi. Sıdık Hacı bolalari bilan billa Washingtonda oilasida televizor ekran orqali sirtdan qatnashdi.
Sidiq Hacı'nın tələbi boyunca Rabia xanımның mukafati Washingtonda berildigan boldi. Şu günü Norvegiyadagi Uyg'urlar va Bergen shahar aholisi kechicha mash'al ko'tarib namoyish qildi va Rabia Qadir xonimni qo'yib berishini talab qildi. Şu günü yana Norvegiyaning gazet, televiziya muxbirlaridan 5 kishi Sidiq Hacı'ның uyiga kelib, uni va bolalarini ziyorat qildi. Sidiq Hacı ularning savollariga javob berdi. Muxbirlar bas-basda: "Yurtinglardan neft chiqamdi? Nimishqa Xitoylarga mustamlika bo'ldinglar? Tarixdagi ajdodinglarni bilamsizlar?" degandek savollarni so'radi. Sidiq Hacı ularga Uyg'urlarning taqdiri to'g'risida Yalta yig'inining umumiy ahvoli haqida so'zladi. Bir muxbir uningga: "Sizlar ayni zamonda Yevropani titratgan Attillaning, Chingizxonning avlodlari, biz bilamiz", dedi. 2005-yili 3-oyning 5-ida Rabia Qadir xonimning qo'yib berildiganligi haqidagi paranglar ko'payishga boshladi. 10-mart kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Sidiq Hacıga telefon keldi. Ular Rabia xonimning yaqin kunlarda qo'yib berildiganligini, aeroplan qo'zg'almog'icha hech kimga tinmasligini uqtirdi. 17-mart mana bugun sahar soat 5da Amerikaning Beijingdagi bosh elchisi Sidiq Hacıga telefonda aeroplanning qo'zg'alganligini bildirdi. Yuragim endi 100% o'rniga tushdi. Sidiq Hacı yana bir qitim cho'nqur tortib olib, tamakisini tutashtirdi va soatga qaradi. 20,000 kilometrlik musofa. 5 bola bilan Rabia u yoqda. 5 bola bilan men bu yoqda. 8 yillik hijron, 8 yillik yolg'izlik, 8 yillik seg'inish, 8 yillik kurash. 1,3 millionlik nupusi bilan, necha ming dona atom bombasi bilan va 60 million kommunistlar bilan dunyoga ko'ranglab ketgan Xitoyning 50 yoshdan oshgan bir Uyg'ur onasidan qanchalik qo'rqqanligiga qara. Amerikaning oldida uni ikki qo'llab topshirganiga qara. Mana bu sehriy mo'jiza, tangdoshsiz kuch va adolat g'alabasi. Ikki dunyoning egisi Allohning qudratidir. Allohim, sana ming qatra shukri. Sidiq Hacı soatga qargan seri taqati taq bo'ldi-da, ikki qo'liga ikki bayroqni, Amerikaning 50 yulduzlik bayrog'i bilan Sharqiy Turkistonning ay yulduzlik ko'k bayrog'ini ko'tarib, aerodromga qarab yugurdi. Rabia Qadir xonimni ilib, Beijingdan Washingtonga qarab ushgan maxsus aeroplan shu kuni kech soat 11da Reagan xalqaro aerodromiga kelib qo'ndi. Amerikaning xalqaro tashkilotlarining amaldorlari, gazet, televiziya muxbirlari va bayroq guldastalarini ko'tarib olgan yuzlagan Uyg'urlar ko'zlaridan shodlik yoshlarini to'kkan holda uni kutib oldi. Sidiq Hacı bilan bolalari bilan qongacha quchoqlashib didorlashgan Rabia Qadir xonim talmirib turgan kishilarga va muxbirlarga qarab xitob qildi. Qarindoshlarim, men qonxo'r zolimlarning tumir tapini ostidan salomat qutulib chiqdim. Lekin vatanimizda menga o'xshash necha 10 ming siyosiy mahbus yanala azob ichida ingrayotidi. 20 million Uyg'ur xalqi usti uchuq turmada jon tolishyotidi. Ularning insoniy haq huquqi uchun, hur erkinligi uchun, milliy mustaqillik uchun kurash oldimizda. Shunda qilib Rabia xonimning hayot qismatlari bitilgan bu kitob Rabia xonimning ozodlikqa chiqish bilan oyoqlashdi. Bu kitob 2005-yili yozilgan bo'lib, oradan 10 yil o'tgandan keyin nashrga berilgan.